tashlab yuborasiz, ha? Eski keraksiz narsa bo'lgandan keyin tashlab yuboraman-da. Eski narsa bo'lsa ham qachondir bular kerak bo'lib qolardi. Oyijon, shundoq ham uyimiz eski-tuski narsalarga to'lib ketgan. Lo'lining uyiga o'xshaydi. Nima dedingiz? Beli bukilmaganni non yeyishini ko'r deb bekorga aytishmagan ekan. Sizaqalarga tekizdirib aytilgan bu maqol. Mana shu eski-tuski narsalarni siz aytayotgan eski-tuski narsalarni men peshona teri qilib sotmaganman. Yana bir marta mendan beso'roqsiz tashlasangiz narsalarimni, mendan yaxshilik kutmang. Tushundingizmi? Tushundingizmi dedim sizga? Oyijon, shuni nima keragi bor? Yana gap qaytaradi. Hey. Yana gap qaytaradi. Nima to'polon? Qarang, mendan bir og'iz so'ramasdan podvaldagi kelinlikda kiygan narsalarimni tashlab yuboribdi-ya. O'zingiz podvalni tozaladiganingizdan keyin tashlab yubordim. Baraka topgur. Men podvalni tozala degani bu meni kelinlikdagi kiyimlarimni tashlab yubor degani emas, bir og'iz so'ramaysizmi? Oyijon, chirgan hid chiqazib ketgan. Gap qaytarishni qarang. Kelin to'g'ri qilgan tashavorib. Baribir rostdan ham kiymaysan-ku ularni. Boshqalar ham kiymaydi. Ularning faqat pollatdaga yaraydi. Shu arzimagan narsaga janjal qilishingni qara. Xotinlarning ishiga aralashmang. Biz o'zimiz kelishib olamiz. Bu ketishda hech ham kelishadiganga o'xshamaysan sen. Kelin bilib ishini qilyapti. Menga qilayotgan ishi yoqmayapti. Kelin joningizni. Xotinlarning ishiga aralashmasang, yana aralashadi-ya. Oyijon, Xafa bo'lmang qizim. Oyizni xarakteri shunaqa. Xo'p bo'ladi deb ishingizni qilavering, hammasi yaxshi bo'ladi. xo'p bo'ladi, dadajon. Dadajonga ham oson emas edi. Sizni asrab olishgani, undan keyin o'zlarini farzand ko'ra olmasliklari. O'shaning uchun ham oyijon oldilarida tillari qisiq edi. To'g'ri.